Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan patologiya fanini o'rganishda davom etamiz. O'tgan video darsimizda gipersezuvchanlik haqida video darslarimizni boshlagandik va o'tgan video darsimiz gipersezuvchanlikni 4 ta tipidan birinchisiga, ya'ni anafilaktik tipiga asoslangan edi. Bugungi video darsimiz aynan ikkinchi tip haqida bo'ladi, ya'ni antibody mediated yoki antitanaga bog'liq bo'lgan demak tip haqida bo'ladi. Demak, ushbu video darsimizda bu gipersezuvchanlikning ikkinchi tipi haqida gaplashamiz. Buni boshqa nomi antitanaga bog'liq yoki sitotoksik tip ham deb ataymiz. Ya'ni sito hujayra, toksik bu o'sha hujayraga zararli ta'sir ko'rsatganligi uchun o'zimiz hujayralarimizga, shuning uchun shunaqa tip deb nomlangan. Demak, buni ta'rifi, demak, ikkinchi tip gipersezuvchanlik bu antigenlarga qarshi immunoglobulin G yoki immunoglobulin M antitanalar hosil qilish orqali kechadi va hujayra sirtidagi antigenlarga bog'lanib, bu o'zimiz hujayramizni nazarda tutyapti, bog'lanib hujayralarni yo'q qilishga olib keladi. Ya'ni o'zimizni hujayralarimizni yo'qotilishiga olib keladi. E'tibor beramiz, qaysi antitanalar immunoglobulin G hamda M. Birinchi tipda qaysi edi? Immunoglobulin E tipi edi. Bunda endi G va M. Va bular antitanalar, mana shu antitanalar olib borganligi uchun shu ikkinchi tipni antitanaga bog'liq tip deb ham ataymiz. Endi bunda organ va to'qima spesifikligi bor. Uchinchi tipda hali gaplashamiz. Unda butun sistemni ta'sir ko'rsatadi, butun tanaga ta'sir ko'rsatadi. Organ va to'qima spesifikligi yo'q. Buni esa qaysidir mini turlari bor. Masalan, mana bu kasallikda mana bu demak a'zo shikastlanadi yoki mana bu to'qima shikastlanadi deb hali mavzu mobaynida gaplashamiz. Va shu joyda yana bitta narsani bilib ketishimiz kerak, limfositlarning negativ seleksiyasi. Buni fiziologiyada, bu normal fiziologiyada qanday bo'ladi? O'zimizni limfositlar shakllanayotgan paytda, masalan, T limfositlar timusni mag'iz qismida yoki B limfositlar suyak ko'magida rivojlanayotgan paytda negativ seleksiyadan o'tadi, ya'ni tanlanadi. Ularning pozitiv va negativ seleksiyasi bor. Negativ seleksiya shunaqa narsaki, o'zimizda antigenlar bor. Tanamizning o'zini antigeni bor. Ya'ni o'zimizda oqsillardan kelib hammasi o'zimizda antigen hisoblanadi. Ya'ni uni immun hujayra unga qarshi kurashmasligi kerak, uni o'ldirmasligi kerak. Negativ seleksiyada mana shu B limfositlarni o'zimizni mana bu antigen bilan bog'lab ko'radi. O'sha suyak ko'magini o'zida yetilayotgan paytda agar kuchli bog'lansa, ya'ni unga qarshi reaksiya bildirishni boshlasa, buni o'ldirib yuboradi. Kuchsizroq bog'lansa, unga qarshi reaksiya bildirmasa, chunki bu o'zimizniki-ku, o'zimizga qarshi kurashmasligi kerak. Kuchsiz bog'lansa, uni saqlab qoladi. Kuchli bog'langanni o'ldirib yuboradi, chunki bu agar yetilib chiqsa, kelajakda o'zimizni hujayralarni o'ldirib yuborishi mumkin deb uni yo'q qilinadi o'sha paytda o'zida, yoshligida. Endi mana shu negativ seleksiya sog'lom o'tadi doimo. Qachonki buzilish bo'lsa, mana shunaqa o'zimiz uchun reaktiv bo'lgan B limfositlar omon qolishi mumkin. Ya'ni o'sha qonga chiqarilib yuborilishi mumkin. Qanaqadir xatolik ketsa mana shu negativ seleksiyada, shuni natijasida B limfositlar keyinchalik o'zimizga qarshi bo'lgan mana bu immunoglobulin G ni yoki immunoglobulin M ni hosil qiladi. Shular keyin gipersezuvchanlik keltirib chiqaradi. Chunki buni aytgandik birinchi mavzuyimizda ham, gipersezuvchanlikka genetik omil yuqori, ya'ni genetik moyillik bo'lsa, gipersezuvchanlik bo'ladi. Mana shu genetik buzilish B limfositlarning negativ seleksiyasida bo'lishi mumkin. Xo'p, endi buni patofiziologiyasi qanday bo'ladi? 3 ta bosqichga bo'lamiz. Birinchi bosqich antigenni tanib olinishi. Ya'ni bu antigenlar hujayra yuzasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni o'zimizning hujayra yuzasida, masalan, qizil qon tanachalarida, buyrak hujayralar, tiroglobulin bu qalqonsimon bezdagi oqsillar. O'sha tiroksin gormon sintezlanishidan oldingi oqsillar hisoblanadi. Bunda organizm o'zini hujayrasini noto'g'ri tanib oladi. Ya'ni immunoglobulin boyagi G va immunoglobulin M lar o'zimizni mana hujayrani ham ustida o'zimizda antigen bo'ladi. O'zi unga borib ko'rib, bu o'zimiz hujayra ekan-ku deb tegmasdan o'tib ketish kerak edi, lekin bular nonormal B hujayralardan, B limfositlardan sintezlanganligi uchun bularga yopishib oladi. Ya'ni ularga birikib oladi. Bundan tashqari antigenlar qanday bo'lishi mumkin? Turli xil dori vositalari, masalan, tashqi moddalar, ya'ni dorilar eng ko'p uchraganligi uchun dorilar misol qilinadi. Birikib yangi antigen hosil qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hujayramiz ustida deylik antigen yo'q, yot modda keldi.
Mana bu yot modda keldida birikib oldi hujayramiz ustiga. U bunga qarshi ham kurashaveradi. O'zimizni antigenga ham, yot antigenga ham qarshi kurashaveradi. Bu asosan masalan dori moddalar bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib mana shu ikkala hujayraga ham birikib oladi. Xo'p, endi ikkinchi bosqich. Bu hozir mana bu joyda antigenni o'zini birikib olishi bo'ldi. Ya'ni o'zimizni mana bu antigen yoki tashqaridan kelgan antigen. Endi unga immunoglobulin G bilan M ni birikib olinishi, ya'ni unga qarshi mana shularni ishlab chiqarishi ikkinchi bosqich. Ya'ni B limfositlar tomonidan o'sha antitanalar antigenlarga bog'lanib olishi bu ikkinchi bosqich. Xo'p, uchinchisida endi immun javob shakllanishi unga. Immun javob qanday shakllanadi? Bunda har xil mexanizmlar orqali immunitet javob beradi unga nisbatan. Birinchisi komplement tizimini faollashuvi orqali. Klassik yo'l bilan mana faollangan payt, deylik, mana bu hujayra ustida antigeni bor. Unga kelib mana bu immunoglobulinlar bog'landi. Endi ular o'ziga komplement oqsillarini chaqiradi. Mana bu birinchi oqsil keladi, keyin o'sha 3, 4, 2, 5 shunaqa qilib, endi ketma-ketligini hozir eslatib o'tirmaymiz. Shunchaki 9 ta komplement oqsil bor. Komplement 1 dan 9 gacha bo'lgan oqsil bor. Ular ketma-ket bog'lanadi. Natijada ular qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Masalan, 3-chi, 4-chi, 5-chi komplement oqsillar 2 ga bo'linadi. 3A, 3B, 4A, 4B. Mana shu 3 tasi komplement oqsilni 3A, 4A, 5A hemoatraksiya qiladi. Ya'ni boshqa immun hujayralarni chaqiradi mana shu joyga va hujayrani o'ldirtirib yuboradi. Mana bu o'zimizning hujayra. Self deb yozib qo'ying, self cell, ya'ni o'zimizning hujayra. Bundan tashqari, qolgan mana bu C5 dan C9 gacha bo'lgan qismi birlashib membrana hujum kompleksini, ya'ni MAC deydi, membrane attack kompleksini hosil qiladi. U hujayrani teshadi, nay hosil qiladi. Ichiga ko'p miqdorda suvni olib kirib, hujayrani portlatib yuboradi, ya'ni shirib portlatib o'ldiradi. Bu komplement tizimi orqali o'ldirilish hujayrani. Ikkinchisi, xo'p, antitela orqali, ya'ni antitana orqali fagositoz. Ya'ni bu mana bu antitana joyini ajratib olaylik. Mana bu antitana birikdi. Mana bu antitana birikib turibdi. Endi opsonizatsiya qiladi. Opsonizatsiya degani mana bu fagositoz qiluvchi hujayralar bor deylik, makrofag. Makrofagga mana bu o'ldiriladigan hujayra deb ko'rsatib turadi bu. Keyin makrofag kelib qamrab olib o'ldiradi. Ya'ni fagositoz qiladi. Buni asosan antitananing o'zi, mana bu antitananing o'zi yoki unga birikkan va komplement oqsillardan bittasi birikib olsa, o'sha ham opsonizatsiya qilib berishi mumkin. Mana shu ikkalasi opsonizatsiya qilib, fagositoz qilib o'ldirib yuboradi. Bunda mana makrofag va neytrofillar hujayrani fagositoz qiladi. Uchinchi yo'li antibody dependent cellular cytotoxicity, ya'ni antitanaga bog'liq bo'lgan hujayraviy sitotoksiklik. Bu nima degani? Immunoglobulin G bilan qoplangan hujayrani natural killer hujayra keladi. Ya'ni xuddi mana bu jarayonda makrofag yoki neytrofil kelmaydida, natural killer hujayra keladi. Ya'ni bunda fagositoz bo'lardi. Shunchaki yutib yuborardi. Endi bunda natural killer hujayra kelib, o'zidan perforin va granzim degan fermentlar ajratadi. Bu mana bu hujayra bo'lsa, perforin mana bu yerdan pora ochadi. Perforatsiya degan teshilish degani. Teshadi, membrana teshib, granzimlar ichkariga kirib, ichkaridagi fermentlarni aktivlaydi. Bu fermentlar esa aktivlanib hujayrani o'zini hazm qiladi, ya'ni hujayrani apoptoz qilib yuboradi. Apoptotik fermentlarni, demak, granzimlar faollashtirib yuborganligi uchun o'zini o'zi hujayra o'ldiradi. To'rtinchi yo'li funksional blok yoki stimulyatsiya qilish orqali ta'sir qilish mumkin. Ya'ni ba'zida mana shu antitanalar, ya'ni qaysilar nazarda tutilyapti? Immunoglobulin G va immunoglobulin M. Hujayrani o'ldirishga sabab bo'lmaydi, shunchaki hujayraning retseptoriga bog'lanib, ularni ishini bloklab qo'yadi yoki haddan tashqari faollashtirib yuboradi. Yoki ishini kuchaytirib yoki susaytirib yuboradi, uni o'ldirmaydi. Masalan, Graves kasalligida tiroid stimullovchi gormonning retseptoriga bog'lanib, giperaktivlikka sabab bo'ladi. Ya'ni qalqonsimon bezda, deylik, mana qalqonsimon bezda retseptor bor. Endi biz bezda o'ziga retseptor chizdik. Aslida u hujayralar ichida bor. Xullas,
mana retseptori bor. Unga mana bu yerdan tiroid stimullovchi gormon kelib, bog'lanib, ishini kuchaytirsa, keyin bundan tiroksin gormoni T3 mana bu T4lar hosil bo'ladi. Endi shu joyga mana bu bizni immunoglobulin G yoki immunoglobulin M kelib o'tirib oladi. Ya'ni ular mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bog'lanib oladida, uni ishini kuchaytirib turaveradi. Tiroid stimullovchi gormon esa unga bog'lana olmaydi. Shunchaki mana bu ushlab olib, retseptorni kuchaytirib, ishini kuchaytirib turaveradi va natijada T3T4 miqdori ortib ketib, tirotoksikoz bo'ladi. Ikkinchi kasallik miastenia gravis. Bu ishini kuchaytirishiga sabab, misol. Endi miastenia gravisda, ya'ni bunda sinapslar bor. Bu mushakda retseptori bor. Bu yoqda sinaps kelgan. Sinapsda nima ajralib chiqadi? Asetilxolin. Mana bu esa asetilxolinning retseptori. Asetilxolinning retseptoriga kelib, boyagi antitanalar o'tirib oladi. Natijada asetilxolin unga retseptorga bog'lana olmaydi. Hamma retseptorini mana shu immunoglobulin M yoki immunoglobulin G lar bog'lab oladi. Natijada asetilxolin bu yoqqa kelib, mushakni harakatga keltira olmaydi. Buning natijasida mushakning zaifligiga olib keladi. Mushak ya'ni ish bajara olmay qoladi. Chunki asetilxolin bog'lab, uni kuchaytira olmayapti. Uni o'rniga immunoglobulin G va M birikib olgan. Bu ishini susaytirishga misol bo'la oladi. Xo'p, endi boshqa yana klinik misollarni ko'rib chiqamiz. Kasalliklar va ularning tavsifi berilgan. Birinchisi mana avtoimmun gemolitik anemiya. Eritrotsitlarning ustiga qanaqadir antigen birikib olishi yoki masalan dori moddalarini birikib olishi, dori ta'sirida histopeniya misol bo'ladi. Dorilar kelib birikib oladida, unga keyin antitanalar kelib birikadi. Uni esa boyagi natural killer hujayra kelib o'ldiradi. Natijada u gemoliz bo'ladi hujayra. Ya'ni mana eritrotsitga IgG qo'shilgan va gemolizga olib kelyapti. Buning natijasida gemolitik anemiya kelib chiqadi. Goodpasture sindromi bor. Bunda o'pkada alveolalarni bazal membranasi yoki buyrakdagi bazal membranaga o'ta kollagen bo'ladi. Kollagen. O'sha kollagenga antitanalar birikib olib, ularni yallig'lantiradi. Ya'ni shikastlaydi. Gravis kasalligini gaplashdik. Gipertiroidizmga sabab bo'ladi. Ishini kuchaytirish orqali, halqa suvingiz ishini kuchaytirish orqali yoki miastenia gravis. Bu bo'g'imlarda asetilxolin retseptorlariga qarshi antitana mushak zaifligiga sabab bo'ladi. Dori ta'siridagi sitopeniya. Bu masalan neytropeniyaga sabab bo'lishi mumkin. Trombotsitopeniyaga yoki anemiyaga sababchi bo'lishi mumkin. Bu o'sha hujayralarga birikib olishi natijasida. Qanaqa qilib diagnostika qilamiz? Birinchisi va eng muhimi Coombs testi. Bevosita va bilvosita Coombs testlari bor. Bu gemolitik anemiyada o'sha antitanalar bormi yo'qmi, shuni bilib olish uchun. Birinchisi, mana bu joydan bo'lib olamiz. Tepadagisi bevosita direct Coombs test. Pastdagisi indirect yoki bilvosita Coombs test. Birinchisida mana bemor qonini olamiz. Bemor qonini. Mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yashil rangdagilar antitanalar. Boyagi IgG va IgM lar. Mana birikib olgan. Ya'ni eritrotsitlar uje shikastlanishga tayyor turibdi. Biz unga mana bu sariq rangda berilgan Coombs reagenti bor. Mana shu moddani tomizadigan bo'lsak, bular mana bunaqa agglutinatsiya reaksiyasini beradi. Va bu agglutinatsiya reaksiyasini bersa, Coombs testi pozitiv natija berdi. Ya'ni bunda gipersezuvchanlik bor. Ya'ni antitanalar bor. Mana shu immunoglobulin G va M lar bor degani. Demak, avtoimmun gemolitik anemiya bo'lish ehtimoli katta. Xo'p, indirect, ya'ni bilvositada nima qilamiz? Bunda bemorning qonini emas, shunchaki mana serum, plazmasini ajratib olamiz. Plazmasida antitana bormi yo'qmi qidiramiz buni. Endi bizda mana antitana bor deb tasavvur qilaylik, mana bu yashil rangdagilar. Keyin biz unga mana yozilgan reagent eritrotsit, laboratoriyadagi toza eritrotsitlarni olamiz. Mana bu toza eritrotsitlar. Sirtidagi mana bu ko'k rangdagilar esa antigeni. Hali ular bog'lanmagan mana bu narsa bilan. Bu toza eritrotsit. Xo'p, endi nima qilamiz? Unga keyin Coombs reagentini tomizamiz. Birinchi mana bu eritrotsitlar bu laboratoriyaniki. Unga qo'shdik bemor plazmasini qo'shdik, yoki Coombs reagentini.
Bunda nima bo'ladi? Birinchi mana bu laboratoriyadagi eritaras bilan bemor plazmasidagi antitanalar bog'lanib, mana bu bog'lanadi-da. Xuddi mana bu holatga kelib qoladi. Bemor qonidagiga o'xshab kelib qoladi. Keyin Kumbs reagenti bilan bu qo'shilib, nima bo'ladi? Agglutinatsiya. Va bunda ham Kumbs pozitiv natija oldik. Bu ham demak bemor qonida mana bu antitanalar borligini aniqladik. Boyaginday birato'la eritrosit bilan qo'shib olgandik. Xo'p, mana bu Kumbs testi. Bundan tashqari ELISA yoki immunofluorescens bu immunologik tekshiruvlar, bu ham auto antitanalar aniqlashga qaratilgan yoki biopsiya. Bu to'qimada o'sha antitanalar yoki komplement to'planishini ko'rsatadi. Xo'p, endi ushbu mavzuyimizga xulosa qilamiz. Ikkinchi tip gipersezuvchanlik bu G yoki M natijasida kelib chiqar ekan. Bu o'sha hujayraning sirtiga birikishi natijasida yuzaga keladigan immun reaksiya. Bundan tashqari komplement tizim, fagositoz qiluvchi makrofaglar, neytrofillar, bundan tashqari natural killer hujayralarni o'ldiradi. Ularga undovni mana bu ikkita antitana beradi. Klinik jihatdan bu reaksiyalar autoimmun kasalliklar va dorilarga bog'liq sitopeniyalar bilan namoyon bo'ladi. Bularni gaplashdik, o'sha anemiya, gemolitik anemiya, neytropeniya, trombotsitopeniya. Bu autoimmun kasalliklar boya Graves gaplashdik, Goodpasture gaplashdik, miasteniya gravisda gaplashdik. Mana bu kabi kasalliklar bilan namoyon bo'ladi. Demak, bu gipersezuvchanlik ikkinchi tipi edi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.